Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz barchamizni tashvishga solish kerak bo'lgan, ayniqsa 2026 yildan boshlab hayotimizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim mavzu pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz va undagi ma'lumotlarni o'zingizga singdirmasangiz, kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy putur yetishi mumkin. Hatto pensiyasiz qolishingiz ehtimoli ham bor. Bu mavzu har birimizga yoshidan qat'iy nazar tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu shubhasiz sizning hayotingizdagi eng muhim qarorlardan biri bo'lishi mumkin. Pensiya tizimi har bir fuqaroning hayoti uchun fundamental ahamiyatga ega. U bizning uzoq yillik mehnatingizdan keyin farovon va munosib hayot kechirishimizni ta'minlaydigan moliyaviy kafolatdir. Biroq jamiyatning o'zgarishi, demografik holatning rivojlanishi va iqtisodiy vaziyatlarning yangilanishi sababli pensiya tizimi ham doimiy ravishda yangilanish va islohotlarga muhtoj bo'ladi. Oldingi davrlarda pensiya olish shartlari ancha sodda edi yoki shunday tuyular edi. Masalan, erkaklar uchun 6 yoshga yetish va kamida 25 yil, ayollar uchun esa 55 yoshga yetish va kamida 2000 yil umumiy mehnat stajiga ega bo'lish kifoya edi. Bu stajga nafaqat rasmiy ish joylaridagi faoliyat, balki ba'zi hollarda harbiy xizmat, oliy o'quv yurtlarida o'qish davrlari, hatto ayollar uchun bolalarni parvarishlash ta'tillari ham ma'lum bir tartibda qo'shib hisoblanar edi. Pensiya miqdori esa asosan so'nggi ish haqi va umumiy stajga qarab belgilanar edi, tizim sodda bo'lganligi sababli. Ko'pchilik odamlar pensiyaga chiqish uchun qanday talablarga javob berishlari kerakligini aniq bilishar va ko'proq staj to'plashga intilishar edi. Ular uchun mehnat daftarchasi degan narsa muqaddas hujjat hisoblanar edi. Unda har bir ish joyi va muddati aniq qayd etilishi shart edi. Ammo hurmatli do'stlar, endilikda vaziyat o'zgarmoqda. 2026 yildan boshlab pensiya tizimida katta o'zgarishlar joriy etilishi kutilmoqda va bu o'zgarishlar avvalgi sodda tizimdan sezilarli darajada farq qiladi. Hukumat va mutasaddi tashkilotlar bu islohotlarning zarurligini ta'kidlamoqda. Chunki aholi sonining o'sishi, yoshi kattalar ulushining ko'payishi va rasmiy ish o'rinlari bilan norasmiy bandlik o'rtasidagi nomutanosiblik pensiya tizimining barqarorligiga tahdid solmoqda. Yangi qoidalar asosan 3 ta asosiy yo'nalishda o'zgarishlarni nazarda tutadi. Pensiya yoshining bosqichma-bosqich oshirilishi, minimal mehnat staji talablarining kuchaytirilishi va pensiya miqdorini hisoblash usullarining yangilanishi. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Endi shunchaki yoshga yetish yoki minimal stajga ega bo'lish yetarli bo'lmaydi. Pensiya tizimi fuqarolarning hayoti davomida qilgan ijtimoiy ajratmalarga ko'proq bog'liq bo'ladi. Bu degani, kim qancha ko'p va qancha muddat rasman ishlagan bo'lsa, shuncha ko'p ajratmalar to'lagan bo'lsa, uning pensiya huquqi shuncha mustahkam bo'ladi. Endi esa ushbu o'zgarishlar kimga qanday ta'sir qilishini, kim xavotir olishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini chuqur tahlil qilamiz. Bu qismda sizga bir nechta konkret hayotiy misollar keltiraman, raqamlar bilan tushuntiraman, toki vaziyatni to'liq tasavvur qila olasiz. Misol 1. Minimal staj talabiga tushadigan ayol. Faraz qilaylik, ismiga Gulnora deylik, 52 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. Uning mehnat daftarchasida bunday 2 yillik rasmiy staj yozilgan. Gulnora ayrim sabablarga ko'ra bolalari kichik paytda uyda o'tirgan. Keyin esa bir necha yil norasmiy ravishda tikuvchilik bilan shug'ullangan. Eskicha qoidalar bo'yicha ayollar uchun minimal staj 20 yil bo'lganligi sababli u 2 yil staji yetmagani uchun pensiyaga chiqa olmas edi va ijtimoiy nafaqa olishi mumkin edi. Bu esa pensiyadan ancha kam. Yangi qoidalarga ko'ra minimal staj endi 25 yilga ko'tarilgan bo'lsa, Gulnoraning ahvoli yanada og'irlashadi. Uning staji nafaqat avvalgidan, balki yangi talabdan ham uzoq. Bu degani Gulnora kamida yana 7 yil rasmiy ishga joylashishi va ijtimoiy ajratmalar to'lashi kerak bo'ladi. Bu esa uning yoshini hisobga olganda juda qiyin bo'lishi mumkin. Agar bu stajni to'play olmasa, u faqat ijtimoiy nafaqa olish huquqiga ega bo'ladi. Bu esa pensiya miqdoridan sezilarli darajada kamroq, aytaylik o'rtacha pensiyaning 37% atrofida bo'lishi mumkin. Bu uning hayot sifatini jiddiy pasaytiradi. Misol 2. Rasmiy va norasmiy staj aralashmasiga ega erkak. Endi esa Ismoil akamizning misolini ko'raylik. U 60 yoshda Farg'ona viloyatida yashaydi. Uning mehnat daftarchasida faqat 2 yillik rasmiy mehnat staji ko'rsatilgan. Qolgan 10 yilni u kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanib,
norasmiy ravishda ishlagan va pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma to'lamagan. Eski qoidalarga ko'ra erkaklar uchun 25 yillik staj talab qilinardi. Demak, Ismoil akamiz ham 3 yil staji yetmagani uchun to'liq pensiya ola olmas edi. Balki nisbiy pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olishi mumkin edi. Yangi qoidalarda esa pensiya stajini hisoblashda faqat rasmiy ravishda to'langan ijtimoiy ajratmalar asos qilib olinadi va minimal staj 30 yilgacha oshirilgan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, Ismoil akaning mavjud 22 yillik rasmiy staji endi yanada kamroq bo'lib qoladi. Uning staji yangi talabdan taksirga kam bo'ladi. U bu 8 yillik stajni to'ldirish uchun yana ishlashi yoki o'z hisobidan ko'ngil ajratmalar to'lashi kerak bo'ladi. Bu esa uning uchun sezilarli moliyaviy yuk bo'ladi. Aks holda uning pensiya miqdori sezilarli darajada pasayadi. Masalan, odatdagi pensiyaning 6-7% gacha tushishi mumkin yoki umuman faqat ijtimoiy nafaqa bilan cheklanadi. Bu uning nafaqadagi hayotini juda qiyinlashtiradi. Misol uchun uzoq muddatli va rasmiy ish tajribasiga ega fuqaro. Keling, endi nisbatan ijobiyroq misolni ko'raylik. Mirjalol aka 65 yoshda Samarqanddan. Uning mehnat daftarchasida 35 yillik uzluksiz rasmiy mehnat staji mavjud. Uning butun faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori maosh olgan va barcha ijtimoiy ajratmalarni to'lagan. Eski qoidalarga ko'ra ham u munosib pensiya olardi. Yangi qoidalarga ko'ra ham u xavotir olmasa bo'ladi. Balki hatto uning pensiyasi miqdori biroz oshishi ham mumkin. Chunki yangi tizim ko'proq ijtimoiy ajratmalar to'lagan va uzoq muddat ishlagan fuqarolarni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Uning pensiyasi hisob-kitob qilishda qo'llaniladigan ballar tizimi yoki koeffitsient yordamida oshirilishi mumkin. Chunki u yuqori darajada ajratmalar to'lagan. Mirjalol aka kabi fuqarolar uchun bu o'zgarishlar hech qanday yo'qotish keltirmaydi. Aksincha ularning uzoq yillik mehnati yanada qadrlanadi. Misol dard imtiyozli stajga ega bo'lgan kasb egalari. Shahnoza opa 20 yoshda. Maktabda 28 yil davomida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Eski qoidalarda ayrim kasb egalari, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar yoki zararli sharoitlarda ishlaganlar uchun pensiyaga chiqishda yengilliklar yoki imtiyozli staj hisoblash tartibi mavjud edi. Misol uchun qishloq maktablarda ishlagan o'qituvchilarning staji ko'proq hisoblanishi mumkin edi. Yangi qoidalarda esa bunday imtiyozlarning saqlanib qolishi yoki qanday o'zgarishi noaniq bo'lishi mumkin. Agar bu imtiyozlar bekor qilinsa, Shahnoza opaning pensiyaga chiqish yoshi ko'tarilishi yoki uning staji qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa uning pensiyaga chiqish muddatini uzoqlashtiradi. Agar Shahnoza opa hozirgi pensiya yoshi va staj talablari bo'yicha pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan bo'lsa, yangi qoidalar uning rejasini buzishi va yana bir necha yil ishlashga majbur qilishi mumkin. Bu ayniqsa jismoniy yoki aqliy jihatdan og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun katta muammo tug'diradi. Bu misollar orqali ko'rib turganingizdek, yangi qoidalar pensiya tizimiga yaqinlashayotgan ko'plab fuqarolar uchun jiddiy o'zgarishlar va potensial yo'qotishlar olib kelishi mumkin. Ayniqsa, rasmiy mehnat staji kam bo'lganlar, norasmiy ravishda ishlaganlar yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, ammo staji yetarli bo'lmagan shaxslar xavotir olishlari kerak. Ammo har qanday qoidadan istisnolar bo'ladi. Keling, yangi pensiya tizimidagi ba'zi istisnolar. Yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchidan, pensiya yoshining oshishi yoki staj talablarining kuchayishi barcha uchun bir xil darajada qo'llanilmasligi mumkin. Odatda bunday islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va ayrim guruhlar uchun, masalan, juda og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, nogironligi bor fuqarolar, 5 va undan ortiq farzandning onalari kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun avvalgi imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Biroq bu imtiyozlarning ham shartlari qayta ko'rib chiqilishi yoki yanada qat'iylashtirilishi ehtimoli bor. Shuning uchun agar siz shunday imtiyozli toifaga kirsangiz ham bu masalani pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirishingiz shart. Misol uchun, ko'p bolali onalarga beriladigan imtiyozlar uchun avval bitta bola uchun 3 yoshgacha parvarish ta'tili stajga qo'shilgan bo'lsa, endi bu muddat qisqarishi yoki faqat rasmiy ish staji bilan birga hisoblanishi mumkin. Ikkinchidan, yashirin tuzoqlar bu rasmiy hisobga olinmagan mehnat staji bilan bog'liq. Ko'pchilik o'z umri davomida norasmiy ravishda ishlagan va buni oddiy hol deb hisoblaydi. Ammo yangi tizimda har bir so'm ajratma pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Agar siz qora
yoki konvertda maosh olgan bo'lsangiz, demak sizdan pensiya jamg'armasiga ajratmalar o'tkazilmagan. Bu o'sha davrlar sizning pensiya stajingizga hisoblanmaydi va pensiya ballaringizni kamaytiradi. Natijada sizning pensiya miqdoringiz kutganingizdan ancha past bo'lishi mumkin. Siz hozirgi topgan daromadingizdan bahra olayotgan bo'lsangiz ham, kelajakda davlat sizga munosib pensiya to'lamasligi mumkin. Chunki siz unga munosib ajratmalar o'tkazmagansiz. Bu har bir fuqaro uchun eng katta tuzoqdir. Uchinchidan, nozik jihatlar bu pensiya stajini hisoblashda ba'zi davrlarning o'zgarishi. Avval harbiy xizmat, oliy o'quv yurtlarida o'qish, bolalarni parvarishlash davrlari stajga qo'shilgan bo'lsa, yangi qoidalarda bu davrlarning hisoblash tartibi o'zgarishi mumkin. Masalan, oliy o'quv yurtlaridagi o'qish davri faqat ma'lum bir foizda hisobga olinishi yoki butunlay chiqarib tashlanishi mumkin. Yoki agar siz talabalik davringizda rasmiy ravishda ishlagan va ajratmalar to'lagan bo'lsangizgina, o'sha davr stajga qo'shilishi ehtimoli bor. Bu juda muhim. Chunki ko'pchilik bu davrlarni avtomatik ravishda stajga kiradi deb hisoblaydi. Shuningdek, xorijda ishlash davrlari ham alohida e'tibor talab qiladi. Agar siz xorijda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, u yerda ijtimoiy ajratmalar to'lagan bo'lsangiz, bu stajni qanday tan olish masalasi ham davlatlararo shartnomalarga bog'liq bo'ladi. Agar bunday shartnoma bo'lmasa, xorijdagi stajingiz ham pensiya uchun hisobga olinmasligi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi va eng muhim qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar siz shaharda yashasangiz, shahar pensiya jamg'armasiga, qishloq joyida bo'lsangiz, tuman pensiya jamg'armasiga boring. Davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish imkoniyati bor. Bu eng qulay yo'l. Sizga shaxsiy identifikatsiya raqamingiz va pasportingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingizdan ko'chirma, ma'lumotnoma so'rang. Bu hujjatda sizning ishingiz davomida pensiya jamg'armasiga qancha ijtimoiy ajratmalar to'langanligi, rasmiy mehnat stajingiz qanday hisoblanganligi va qancha pensiya ballari, agar ballar tizimi joriy etilsa, to'plaganingiz aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Bu ma'lumotnoma sizning pensiya kelajagingizning rentgen nuridir. Verilmagan. Unda barcha rasmiy ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Uchinchi qadam, olingan ko'chirmani diqqat bilan o'rganing. Undagi ma'lumotlar bilan o'z mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni va shaxsiy xotirangizdagi ish davrlarini solishtiring. Agar qandaydir nomuvopliklar, xato yoki yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Misol uchun, agar sizning ma'lum bir ish davringiz ko'chirmada aks etmagan bo'lsa, ammo siz o'sha davrda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu xato hisoblanadi. To'rtinchi qadam, barcha mehnat faoliyatingizga oid hujjatlarni yig'ing. Bu birinchi navbatda sizning mehnat daftarchangiz, ammo agar sizda mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar, maosh to'langanlik haqidagi ma'lumotnomalar yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ularni ham tayyorlang. Agar mehnat daftarchangizda yozuvlar tartibsiz bo'lsa yoki ba'zi davrlar uchun umuman yozuv bo'lmasa, yuqoridagi hujjatlar sizga yordam berishi mumkin. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining mutaxassisi bilan shaxsiy maslahatlashuvga yoziling. Ular sizning individual holatingizni, to'plangan stajingiz va ajratmalaringizni tahlil qilib, pensiyaga chiqish uchun sizga yana qancha staj yoki ajratma kerakligini aniq aytib berishadi. Shuningdek, ular sizga qanday yo'llar bilan yetishmayotgan stajni to'ldirish mumkinligi haqida ma'lumot berishadi. Bu juda muhim, chunki har bir insonning holati o'ziga xos bo'ladi. 6-qadam. Agar stajingiz yetishmasa, ko'ngilli ravishda pensiya jamg'armasiga ajratmalar to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Hozirgi qonunchilikda o'z-o'zini band qilgan fuqarolar yoki norasmiy ishlagan shaxslar uchun ko'ngilli ravishda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lash imkoniyati mavjud. Bu sizga yetishmayotgan stajni to'ldirish va munosib pensiya olish huquqini saqlab qolish imkonini beradi. Mutaxassislar sizga bu jarayon qanday amalga oshirishini batafsil tushuntirib berishadi. Bu juda muhim yechim bo'lib, ko'plab insonlarning pensiyasiz qolishiga yo'l qo'ymaydi. 7-qadam. Agar sizning ishingizda katta uzilishlar bo'lgan bo'lsa yoki uzoq yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsangiz, yaqinlaringizga ham bu ma'lumotni yetkazing. Ular ham hozirdan o'z pensiya kelajaklari haqida qayg'urishlari kerak. Sizning farzandlaringiz ham agar ular rasmiy ishlamasa,
kelajakda xuddi shu muammolarga duch kelishlari mumkin. Ularga rasmiy ishlashning va ijtimoiy ajratmalar to'lashning ahamiyatini tushuntiring. Xulosa qilib aytganda, hurmatli tomoshabinlar, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida yuz beradigan o'zgarishlar sizning kelajagingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bugun men sizga bergan ma'lumotlar va amaliy tavsiyalar sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash yo'lidagi birinchi va eng muhim qadam bo'lishi shart. Harakatsizlik sizni pensiyasiz qoldirishi yoki pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Shuning uchun ertaga qoldirmang, hoziroq yuqorida aytilgan choralarni ko'rishni boshlang. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni, savollaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni siz bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingiz va oilangiz kelajagi uchun bugundan harakat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.